Hammaga assalomu alaykum, aziz aka-ukalarimiz, aziz birodarlarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Agar videomizga yangi bo'lsangiz, videomizga like bosib, ya'ni kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz, aziz aka-ukalarimiz. Ba'zi bir aka-ukalarimiz ya'ni kommentariyaga yozdi, katta varotalarda chiqarib yut, narxlarni ham aytib yutgin degan aka-ukalarimizga xudo xolasa mana shu videomizni tavsiya qilib qolamiz. Nima deymiz? Sizlarga mana shu varotani polni sizlarga narx-navolarni hozir aytib ko'rsatib yutib ketamiz. Endi ba'zi bir aka-ukalarimiz so'rashi mumkin, bu adres qayerda deb. Xudo xolasa bu adresimiz akalar, aziz birodarlarimiz Inom bozorda bo'ladi. Mana Inom bozorda mana shu yoqda mana shunday kirib kelasiz. Xudo xolasa mana shu yerda varotalar juda ko'p, mana ko'ryapsizlar aziz aka-ukalar. O'ng tarafda shuna qarasangiz mana shu akamizni, mana shu birodarimizning mana shu varotalari bor mana shu yerga. Kelib xudo xolasa bemalol narx-navo qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa mana biz narx-navolarni aytib ko'rsatib yutamiz. Keling. Operator keling qani. Az aka-ukalar mana ko'rib turganlaringizda varotalarning stalbalari ham o'zi bilan komplekt mana qora rangda bo'ladi. Hozir endi bilan narxni aytish uchun akamizni chaqiramiz. Xudo xolasa sizlarga narx-navolar to'liq tushuntirib o'tadi. Xudo xolasa biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bugun Muslim Eshmatov kanaliga xush kelibsiz. Mana bugun darvozalar narxi bilan aytamiz. Mana darvozamiz 3.50 ga 2.60, talashnasi 1.8. Narxiga kelmoqchi bo'lsak, narxi 5.5 ming so'm, dastavkasi bor. Yana boshqa figurada, boshqa kraskada tayyorlab beramiz. Qanaqa ma'qul shunday tayyorlab beramiz. Yana bor aka keng buni ham ko'rsataylik. Buni ham bor 4 metrlik kalitka отдельный. Buni qalinligi 1.3, balandligi 2.50, stoyka dugamasi bor. Buni ustanovkasi ham bor. Hammasi ichida. Keyin yana darvozamiz bor aka keng. Mana darvozamiz 2.60 ga 4 metr yeni kalitka внутренний ichkariga ochiladi. Buni narxi bo'lsa 6.5 ming. Dastavka ustanovkasi buni ichida bor aka. Yana bor darvozalarimiz bu figuralarda bor. Bu darvozalar arzonroq. Bular 3.5 ming so'm, dastavkasi ham bor, ustanovkasi ham bor. Yana boshqa rangda xolasangiz urib beramiz. Kevamli darvozalarimiz bor 3 minglik. Mana darvozamiz ham bular endi rabochiy darvoza, bir 5 yil bo'lib qolgan, bularga kraska urgan olib qo'yibmiz. Bularni ham birontasi so'raganlar borda arzonroq qilib beramiz. 3 minglarga olib borib qo'yib beramiz. Keyin agar boshqa namud figuralar tayyorlab bersa, tayyorlab beramiz. Yana bu mamda figuralarda bular 4.20, balandligi 3 metr, kalitka отдельно bular ham tashqariga ochiladi. Bularning narxi bo'lsa 8 ming so'm, yana arzonroq qilib olib borib qo'yib beramiz. Yana kimga qanaqa xizmatlar kerak, darvoza, pechka, kravat, qaysi namud kerak tayyorlab beramiz. Bularda ham har xil figurasi bor. Tumbadori bor, betumbadori bor. Любой namudda tayyorlab beramiz akalar. Kelaveringlar, qo'rqmasdan biz yerda aka. Shartuz Qabadon Beshkinka, Shartuz territoriyalariga besplanniy, mana Qabadonni olayki, mana nima taraflarga, Salxoz Tojikiston bu taraflarga akalar platniy. Beshkin birinchi salxozlarga platniy akalar. Shuna Shartuz territoriyalariga besplanniy, mana iskrab bo'lsa, u yoqlarga ham platniy akalar. Bu territoriyalarga o'zimiz territoriya Shartuzda ichiga besplanniy akalar. Yana akalar Muslim Eshmatov kanalidan kelsalar yana skidkasi bor. Oparib qo'yib berishini ham arzonroq qilib oparib qo'yib beramiz. Hammasini besplanniy qilib beramiz. Shu kanaldan kelsalaring, shu kanalda o'tin olsalaring, yana obuna bo'lsalaring shu kanalga, like bossalaring, inshaalloh ularda ham arzonroq qilib oparib qo'yib beramiz akalar. Shu kanalni o'rnatisizlar.